بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Davud rahimahullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti. Bugun 13 yanvar 2026-yil. O'tgan darsda Haj kitobidan 50-bobga yetgan ekanmiz. Babul ittiba'i fit tawaf. Tavofda iztibo qilish haqida. Iztibo dobo so'zidan olingan. Dobo degani bileydi osti yoki usti shunga ishlatiladi. O'rtasi qismiga ham. Bu yerda maqsad tavof paytida o'ng yelkani, o'ng bileydi ihromdan chiqarib olish. Ihromni chap yelkasiga tashlaydi, o'ng yelkasini ochib oladi. O'ng qo'ltig'ini tagidan o'tkazib oladi ihromni. Ana o'shani iztibo deyiladi. Buni hikmati yurganda g'ayratni ko'rsatish. Mana haligi kachoklarga qarasangiz, o'zi ko'chalarda ham nimalar kiyib oladi-yu, maykalar kiyib yurishadi o'zi, yelkalarini chiqarib, ya'ni o'zini ko'rsatadi-da. Shunga o'xshash, mana bu yerda ham o'sha tavofda g'ayratni ko'rsatish uchun shu o'ng yelkani ochib olish sunnat. Endi u g'ayrat nimaga ko'rsatiladi tavofda desangiz, birinchidan bu o'zi mushriklarga ko'rsatilgan g'ayrat, keladi hali o'tamiz uni. Ikkinchidan o'zi tavofda ibodatni g'ayrat bilan qilishlikka ishora bu. Ya'ni unda o'limsalik qilib, qovjirab, qoqiga o'xshab o'ranib emas, yelkalarni ochib shunaqa qilishga ishora. Ba'zilar aytganki, tezroq yurishga yordam bo'ladi, o'ralib qolmaydi degan. Bu ham bir hikmat ya'ni. 1880-hadis. Ya'lo aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam tavof qildilar, muttabi'an, istibo qilgan holda. Yashil tun bilan tavof qildilar. Istibo qilgan holda deyapti, ya'ni o'sha yelkalarini ochgan holda degani. Yashil burda bilan tavof qildilar. Endi burdan tun deb tarjima qilyapman. Har qanday ustiga tashalaydigan kiyimni shu burda deyiladi. Tabiiyki u bizning choponlarga o'xshagan qo'llar tiqib kiyiladigan chopon bo'lmagan. Chunki ihromda unaqangi a'zoga moslab tikilgan narsa kiyilmaydi, o'tdi-ku. Bu bir rido deydi-ku. Shu rido desak to'g'ri bo'ladi. Shu ridoni o'rab tavof qildilar. Endi qarang, mana bu hozir yashil deyilyapti. Zohirdan tabiiyki tavofda ihromda bo'lganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, ihromda oq kiyish shart emas. To'g'ri, endi hamma hozir oppoq kiyishga majbur qilishadi. O'sha yerda bo'lsam kirizmaydi ham oppoq ihrom kiyib. Lekin endi aslida bu bir sunnat emas, ya'ni sunnat emas deganda qanday? Shart emas. Oqqa umuman targ'ib qilingani uchun oq ihrom kiyishadi. Boshqa rang bo'lsa ham zarar yo'q. Imom Ahmad musnadida shu Hadramiy rido kiyib tavof qildi deb kelgan. Hadramiy. Ahzor degani chiqmaydi bir rivoyat bo'yicha. Hadramiy degani shu Hazrom shahridan keltirilgan kiyim bo'ladi u. Lekin mana bir rivoyatda ochiq shu yashil deyapti. 1881-hadis. Ibn Abbos aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablari Jayronadan umra qildilar. Baytda yugurdilar. Ridolarini qo'ltiqlarini ostidan qilib, uni chap yelkalariga tashlab olgandilar. Ya'ni mana bu ham o'sha yuqorida aytilgan istibo kayfiyati tushuntirilyapti. Jayrona degan joydan Rasululloh umra qilganlar, o'shanda baytda yuguryaptilar. Endi yugurishlikka imkon bo'lganda u paytlarda odam unaqa ko'p bo'lmagan. Hozir yugurishga imkon yo'q. Illo kim masalan ayvonlarga chiqib katta aylanada tavof qilaman desa, o'shanda yugurishiga imkon bo'lar. Lekin pastda yurib tavof qilish qiyin. Izdihomda ya'ni. Shuning uchun bu imkon bo'lganda qilinadi. Muhimi o'shanda ridolarini qo'ltiqlarini ostidan o'tkazib oldilar, ya'ni o'ng qo'ltig'ining ostidan. Uni chap yelkalariga tashlab oldilar deyilyapti. Ya'ni narigi tarafida. Bu o'sha ihrom kayfiyati. Bu ish endi faqat yugurishda qilinadi tavofda. Tavof qilib bo'lgan zahoti namoz o'qishda birdaniga yelkani yopish kerak. Namozda yelka ochiqligi qaytarilgan. Ba'zilar namozlarda ham yelkani ochib o'qiyotadi-da, yo'q, bu qaytarilgan. Hatto tavofingizda asnosida namoz vaqti bo'lib qolsa ham to'xtaysiz-ku, o'shanda ham birdaniga yelkani yopib o'qish kerak. Endi bu erkaklarga, ayollar tabiiyki hech qayerdan ochmaydi. 51-bob. Babun firramal. Yugurish haqida. Ya'ni mana bu yuqorida aytilgan tavofda yugurish.
1882-hadis. Yugurish deganda e'tibor beraylik. Haligi sportchilar yugurishdaqa yugurish emas, mingga qo'yib. Tez yurishda. 1882-hadis. Abu Tufayl aytadilar: "Men Ibn Abbosga aytdim. Qavmingiz da'vo qilyaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baytda yurganmishlar. Bu sunnat emish." Shunda Ibn Abbos aytgan ekanlar, to'g'ri aytibdilar ham, yolg'on aytibdilar ham. Abu Tufayl aytadi: "Men aytdimki, nima degani u to'g'ri aytibdilar ham, yolg'on aytibdilar ham degani? Nimasi to'g'ri, nimasi yolg'on?" Ibn Abbos aytdiki, to'g'ri aytganlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yugurganlar haqiqatan. Yolg'on aytganlari sunnat emas u. Chunki Quraysh Hudaybiya zamonida aytishdi: "Qo'yinglar bu Muhammad bilan ashoblarini qurtlab o'lib ketishsin" deyishdi. Keyin Rasululloh bilan ular sulh qilishgach, keyingi yil kelishga sulh qilishganda Makka da 3 kun turishga kelishdi. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlarida mushriklar Qu'ayqi'on tarafda turishgandi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablariga aytganlarki, "Urmulu bil bayti salasan." Baytda 3 marta yuguringlar deganlar. Bu sunnat emas dedilar Ibn Abbos. Keyin Abu Tufayl aytadi: "Men aytdimki, qavmingiz da'vo qilishicha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo Marva orasida tuyada tavof qilganmishlar. Bu sunnatmish" dedi yana. Ibn Abbos yana aytdilarki, to'g'ri aytibdilar ham, yolg'on aytibdilar ham. Men aytdim, nimasini to'g'ri aytibdi, va nimasini yolg'on aytishibdi? U kishi aytdilarki, to'g'ri aytganlari haqiqatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo Marvoda tuyada tavof qilganlar. Va yolg'on aytganlari bu sunnat emas. Odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan nari qilib bo'lmasdi odamlarni. U kishidan burib bo'lmasdi odamlarni. Ana shuning uchun tuyada tavof qilganlar. Kalomlarini eshitishlari uchun, makonlarini ko'rishlari uchun, qo'llari esa u kishiga yetmasligi uchun. Ya'ni mana Abu Tufayl degan kishi Ibn Abbosdan so'rayaptilar. Qavmingiz aytishicha, qavmingiz deganda o'sha Qurayshliklar nazarda tutilyapti. O'shalar aytishicha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baytda yugurgan ekanlar. Tavof paytida ya'ni. Bu sunnatimi, to'g'rimi deb so'rayapti shuni Ibn Abbosdan. Ibn Abbos aytayaptiki, to'g'ri aytibdi ham, yolg'on aytibdi ham. Ya'ni ba'zi qismini to'g'ri aytgan, ba'zi qismini yolg'on aytibdi deyapti. Keyin so'rayapti mana Abu Tufayl, qaysi nimasini rost aytibdi, nimasini yolg'on aytibdi? Rost aytgan joyi deyapti. Haqiqatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yugurganlar. Bu to'g'ri. Yolg'on aytgan joyi bu sunnat emas deyapti. Asli sunnat. Lekin Ibn Abbos radhiyallohu anhu buni bilmaganlar yoki noto'g'ri tushunganlar deyiladi. Dalil bu narsaga boshqa sahobalardan kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yugurganlar va yugurishga buyurganlar. Va sahobalar ham yugurgan. O qizig'i hozir o'tgan keyingi rivoyatlarda keladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning o'zlaridan ham kelgan yugurganliklarini aytganlari, yugurish sunnatligi. Ana shuning uchun nima deyiladi? Avval aytgan bu fikrini Ibn Abbos keyinchalik qaytgan bu fikridan deyiladi. Ko'ryapsizmi, odam bir narsani bilmasa inkor qiladi, bilgandan keyin isbot qiladi. Bugun bir johillar nima deydi? Bilmasa nimaga gapirasan deydi. Agar sen bu narsani shart qilib qo'ysang, hech kim hech qachon gapirmasligi kerak. Chunki kim hamma narsani biladi. Odam bir vaqt bilganicha gapiradi, keyin bilmaganini bilib qolsa, keyin o'sha bilganiga ko'ra gapiradi. Bu hatto mana Qur'on tarjimoni deyilgan katta faqih sahobalarda ham bo'lgan bu. Qarang, odamlar to'g'ri aytgan bo'lgan ekan o'shanda, sunnat deb. Yugurishni. Ammo Ibn Abbos inkor qilyaptilar shuni. Sunnat emas deyapti. Rasululloh yugurdi degani yugurish kerak degani emas deyapti. Ehtimol Ibn Abbos sunnat emas deganda bir ta'kidlik lozim narsa emas bu degan narsani qasd qilishgan bo'lishlari ham mumkin. Unda to'g'ri bo'ladi gaplari. Lekin nima bo'lganda ham yugurish joizda aslida, balki targ'ib qilingan. Endi yugurishni sababiga qaraganda Ibn Abbos, o'sha sabab hozir yo'q. Shuning uchun hozir yugurish lozim emas deb o'ylagan u kishi. U sabab nima? Ya'ni nima uchun Rasululloh asli yugurganlar? Endi hozir mana shuni tushuntirib beryapti. Chunki Qurayshliklar Hudaybiya zamonida aytishgan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan mushriklar sulh tuzishgan-ku. Qo'yinglar bu Muhammad bilan ashoblarini qurtdan o'lib ketishsin. Ya'ni ular bilan aloqa qilmanglar, qurtlab o'lib ketsin degani o'sha. Ularga e'tibor qilmanglar degandek o'zlarini katta olib shunaqa deyishganda. Keyin sulh qilishgan o'shanda Hudaybiyada. Keyingi yil kelasizlar deyishgan. Keyingi yil Makka da 3 kun turasizlar mayli deb shunga kelishilgan. Keyin Rasululloh keyingi yil kelganlar. Mushriklar Qu'ayqi'on tarafida turishgan. Qu'ayqi'on tarafida joyning nomi bu.
Bu tog' Makkadagi, ya'ni. O'sha tog' tepasiga chiqib olib, qani bular qanaqa tavof qilar ekan, qanaqa ibodat qilar ekan deb Makkani qarab tomosha qilib o'tirishgan. Ular o'zlaricha aytishganki, boshqa rivoyatlarda kelgan. Bular kasallikdan o'lib ketadi yaqinda, yuqorida aytdik, qurtlab ketsin bular deb. Madinani kasalligi bo'lgan. O'sha kasalliklardan o'lib ketadi bular chirib yaqinda. Hozir ko'ramiz, qani o'zi bir yugurishga kuchi yetarmikan, yo'qmi bir o'lamsalar deb musulmonlarni haqoratlaganda. Ana o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar o'lib chirib ketadigan ahvolda emasligini ko'rsatish uchun yugurishga buyurganlar tavof paytida. Ular qarab o'tiribdi chunki. Ana o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin mana sahobalarga aytganlar, baytda 3 ta aylanada yuguringlar deganlar. Nega endi 3 tasida yuguringlar? O'zi 3 tasida ko'rsatib bergan bo'lasizda, chunki g'ayratingiz borligini. Qolganlarda shart emas deganlar. Lekin keyingi rivoyatlarda hal o'tamiz, qolganlarda ham yugurishlik ham aslida sunnat. Faqat Rasululloh endi avvalda sahobalar charchamasin deb faqat 3 tasida yugurishni buyurganlar. Qolganlarda yugurmang degani emas bu. Yugurishga imkon bo'lsa hammasida yugursa ham bo'laveradi. Muhimi, mana shuning uchun yugurishga buyurilgan. O'zi bu sunnat emas, deyapti mana bundan boz. Chunki hozir hech qanaqa mushrik qarab o'tirgan joyi yo'q-ku, deyapti-da. O'sha sababga ko'ra kelgan bu, o'sha sabab yo'qligi uchun endi yo'q deyapti. Lekin bu gaplar baribir to'g'ri emas. Chunki mana Umar roziyallohu anhudan kelgan o'tamiz hali. U kishi aytganlar, hozir mushrik qarab o'tirgani yo'q to'g'ri, lekin baribir Rasulullohning sunnatligicha qoladi. Chunki qarang, aks holda biz hozir u yo'q-ku deb bunaqangi sunnatlarda yo'q deversak, o'zi hech narsa yo'q bo'lib ketadi. Hajda hech narsa qolmaydi. Chunki qarang, Safo bilan Marva o'rtasida ham asli kim yugurgan? Hojar yugurgan suv izlab. Hozir Hojar yo'q-ku. Va suv izlashi yo'q-ku, to'g'rimi? Bo'ldi, unda Safo bilan Marva o'rtasida yugurishlarmi yo'q qilish kerak endi. Bu yo'q. U narsa u Hojarda ish edi deb. Shaytonga tosh otish asli nimadan bo'lgan? Ibrohim alayhissalom shaytonni tosh otib haydaganlar. O'g'li Ismoilni suv ichda vasvas qilmoqchi bo'lganda. Hozir Ibrohim alayhissalom yo'q-ku. Va u yerda shayton ham yo'q aslida, tosh u. Bo'ldi, uni ham yo'q qilish kerakmi endi? Arafatda turish ham shu, Muzdalifada turish ham, va hokazo hamma amallar yoki mana soch olish, bu kalla olishdan o'rniga kinoya bu, qurbonlik qilish ham. Ibrohim alayhissalom o'sha yerda kalla olganlar yoki olmoqchi bo'lganlar, keyin qo'ydi kallasini olganlar. O'shandan kinoya, hozir endi bu ham yo'q. Lekin nimaga baribir o'sha ishlar asli yo'q bo'lsa ham hozir biz qilamiz shuni? O'shani eslaymiz. Bir paytlar bir odamlar shu yerda mana shunaqa qilgan deb. Eslatma bu. Ana bu ham shunga o'xshaydi-da. Yugurishni sababi hozir yo'q, to'g'ri. Ya'ni hech qaysi mushrik qarab o'tirgan yo'q. Lekin baribir o'sha narsa ibodatligicha qoladi, eslatma bizga bu. Shuning uchun mana shu yerda u shunaqa bo'lganda aslida sunnat emas degan gaplari Ibn Abbos bu yerda, to'g'ri emas. Ha, endi mayli, avvalda shunaqa tushungan. U kishi ham qaytgan bu fikrdan keladi hali. Keyin yana yuqoridagi Abu Tufayl so'rayapti. Qavmingiz aytishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo bilan Marva o'rtasida ham tuyada sa'i qilganmishlar. Ya'ni tuyada Safo bilan Marvaning o'rtasida tavof qilgan ekanlar. Bu ham sunnatimish. Tuyada tavof qilish degan joyi. Undan boshqa aytganlarki, to'g'ri aytibdi, yolg'on aytibdilar. Ya'ni to'g'ri aytgan narsasi, yolg'on aytgan narsasi nima dedi? Keyin aytdilarki, to'g'ri aytgan narsasi haqiqatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo bilan Marva o'rtasida tuyada tavof qilganlar. Bu to'g'ri. Lekin yolg'on aytgan narsasi bu sunnat emas. Ana bunda to'g'ri aytdim bundan boshqa radhiyallohu anhu. Haqiqatan bu sunnat emas. Ehtiyoji bor inson qilsin. Masalan, aravachada tavof qiladi, ehtiyoji bor inson. Tuyada hech kim o'z tuyasini kirgizmaydi tabiiy. Muhimi aravachada tavof qiladi. Bu ehtiyoji bor insonga joiz, lekin sunnat emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu tuyada tavof qilganlarning sababi bo'lgan. Mana shuni hozir Ibn Abbos aytayapti, Rasulullohdan odamlar dafq bo'lmasdi. Ya'ni hamma kelib o'rab olgan, hamma kelib yopishavergan, agar piyoda tavof qilsalar, ezib yuborishadi Rasulullohni. Odamlar nariqa bo'lmasdi Rasulullohdan, deyapti. Tuyada tavof qilganlar ana shuning uchun hamma ko'radi, hamma eshitadi va Rasulullohga ozor berisha olmaydi. Tepada turadilar, ya'ni. Ana shuning uchun shu sabab uchun tuyada tavof qilganlar. Endi boshqa hech kimda hozir bu narsa yo'q. Bu sabab shuning uchun uni haqqida ulovda tavof qilish sunnat bo'lmaydi. Ehtiyoji bo'lsa joiz bo'ladi, bor yo'g'i. Ko'ryapsizmi mana hadis o'qisa inson ongi ochiladi-da, har qanday kishini olinadigan gapi bor, olinmaydigan gapi bor. Mutaassiblik ketadi hadis o'qigan odamdan. Ana shuning uchun mana bu mutaassiblarga qarasangiz, har qanaqangi mazhabga mutaassiblar, Hanafiyga ham, Shofiyga ham, muridlarga hadis o'qittirmaydi.
Yo'q, hadis sen tushunmaysan deydi. Sen fiqh kitoblarini o'qi deydi. O'sha umuman oyat ham, hadis ham ichida yo'q kitoblar aylantirib ana shu narsalarni o'qitaverishadi. Onga ochilib qoladi, chunki hadis o'qisa odamni. Har qanday odam bilmaydigan gap bo'lishi mumkin ekan. U hatto Qur'on tarjimoni Ibn Abbos bo'lsa ham olinmaydigan gap bo'lar ekan, olinadigan gap bo'lar ekan. Sadaqu va kazabu deb o'zlari aytganlaridek Ibn Abbos to'g'ri aytgan, noto'g'ri aytgan joyi bo'lar ekan har qanday kishim. Endi bu yerda e'tibor bering, yolg'on aytibdi deyapti-ku, yolg'on aytibdi deganda noto'g'ri aytibdi degan narsani qasd qilgan u kishi. Yolg'on deganda qip-qizil kazzoblik nazarda tutmayapti. Noto'g'ri aytibdi degan narsani nazarda tutgan. 1883-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ga keldilar. Ularni Yasribning bezgagi holdan to'ydirgandi. Shunda mushriklar aytishganki, sizlarga bir qavm keladi hozir. Bezgak ularni holdan to'ydirgan. Undan juda yomon narsalarga yo'liqqan ular, deyishdi. Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ular aytgan gapdan boxabar qildi. Ana shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularga buyurdilar, 3 ta aylanadi yurishlarini va 2 rukunning orasida esa yurishlarini. Ularni yugurayotganini ko'rishgach aytdilarki, shularmi? Sizlar bezgak uni holdan to'ydirgan degan odamlar? Bular bizdan da g'ayratli-ku deydi. Ibn Abbos aytadilar, hamma aylanalarda yugurishlariga ularni buyurmadilar, ularning kuchini qoldirish uchun. Ya'ni, yana shu yuqoridagi narsa bo'lgan mana. O'sha Hudaybiya sulhidan keyin umraga borganda musulmonlar mushriklar aytganki, mana hozirlar keladi. Yasribning, Yasrib degan Madina nazarda tushyapti. Madinani Yasrib deb nomlashgan-ku. Islomiy nomini ular yoqtirishmaganda. Mana shu bitta foyda chiqadi qarang, gap bo'linsa ham. Islomiy atamalarda zikr qilmay, johilona atamalarda zikr qilish bu kofirlar odati. Unga diniy nom berishni istamaydi. Eskicha nomini istaydi, eskidan nomi bo'lsa yoki yangicha nom qo'yadi unga. Mana shuning uchun Yasribning islomiy nomi nima? Madina. Yasrib u johiliyatdagi nomi. Madina deb nomlangandan keyin ular Yasrib deb yuribdi qarang. Hozir ham bor shunaqa odamlar. Islomiy atamalarni yoqtirmaydi, illoki islomiy yoki bir arabcha ismlarni ham yoqtirmaydi hattoki. Mana tarixda o'zimizda shuning uchun Abdulloh ismlarini ham qo'yishmagan, Egan berdi deb ism qo'ygan u. O'sha Abdulloh ma'nosida. Yoki boshqa narsalarga ham islomiy nom berilishini xohlamaydi. Xitoy siyosatini qarangan shunaqa. Muhimi bu bir foydada islomiy atamalarni islomiyligicha aytish kerak. Bu aks holda kofirlarning shu siyosatlaridan bo'ladi. O'sha kofirlar aytishganki, Yasribning bezgagi ularni holdan to'ydirgan odamlar keladi deyishyapti. Haqiqatda Yasribning bezgagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham, sahobalarga ham qattiq azor bergan. Ya'ni Madinani bezgagi degani o'sha vabo bo'lgan Madinada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin duo qilganlar-ku, Juhfaga ko'chir o'sha vaboni deganlar. O'shaga ko'chgan, lekin baribir Madinada kasallik qolgan, ko'p kasallik, ya'ni shuning uchun kim unga sabr qilsa, ajrlar va'da qilingan. Endi qarang, baribir shu kasallik endi uni ko'rsatishlik kofirlarda oldida odam o'zini shunaqangi bechora qilishligi yaxshi emas ekanda. Ularni gazagaga dori bo'lib, ya'ni. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga ana shunda yurishni buyurganlar. Alloh Rasulining bu gaplardan boxabar qilyapti qarang. Shu darajada muhim ekanda bu. Bu chunki axborot urushida bu. Va o'shani aksini ko'rsatishga buyuryapti. Mayli kasal bo'lgan bo'lsa, unda kasal bo'lgan, lekin hozir kasal emas-ku. Shuning uchun o'lamzalik qilmasdan qattiq yugurishga buyurgan. Mana shuning uchun ham musulmonlar doim aytamiz biz. Internetga chiqib olib, ayyuhannas solaverishligi kerak emas. Internetda odamlar Alloh yordam bersin deb qo'yadi, aksari boshqa yordami tegmaydi sizga. Sal narsa bo'lsa birdan chiqib internetga jar solib, hamma yoqda do'st bor, dushman bor. Bu yerda qarab o'tirgan ateist, munofiqlar bor. Battar bo'l o'tiribsanmi endi? Ko'zingni bir nimasini oqizib deydi. Borgan joying shu ekan, nimaga buncha katta gapirding deydi. Yoki hozir mana bir musulmon qamalib qolsa qarang. Qamoq og'ir, bilamiz. Qiyinchilik haqiqatda. O'shanda chiqib mana shunaqa deb o'layapti ekan, kasal bo'lib qolibdi, qamoqda unday deyursangiz, birinchidan bir tiyinlik foydasi tegmaydi asli bu gaplar. Aksar holda tegmaydi foydasi. Musulmon odam dini uchun qamalar ekan, na advokat, na inson huquqi boshqa degan gaplarda foydasi tegmaydi unga.
Ana shu paytda chiqib ayhandas solsangiz, o'layapman, kasalman deb. Ama yerda qarab o'tirgan din dushmanlari u o'zi borgan joying shu ekan, bir oy qamoqda tamom bo'lar ekansan mana. Nimaga katta gapirasan deydi. O'shalarda bir gazagiga dori bo'ladi mana shu narsalar. Foydasi esa deyarli bo'lmaydi. U siz aytganingizdek hamma yoqqa jar solib keyin yengillaydi holat deb o'ylaydi ba'zilar. Yo'q, yengillatmaydi ular baribir. Odam hamma narsani ham ko'rsatib ekan. Hozir shu internet degan balo bor. Odamlar nima qilsa ham ana shu yerda mana kasal bo'lsa ham kasalman degan haligi profiliga nima qo'yib qo'yadi. Xursand bo'lsa xursandligini, yig'layotgan bo'lsa yig'layotganini hammasini bilib o'tirasiz. Shuning uchun mana Alloh rasulini bundan xabardor qilyapti. Rasululloh buyuryaptilar, 3 aylanada yuguringlar. Aksini ko'rsatinglar. Endi bu juda bir hassos siyosat bu. Bunda bir yo'la men taqiqlab tashlashni ham hozir aytmayapman. Umuman musulmonlar dardini ijtimoiy tarmoqqa olib chiqmaslik kerak deb. Masalan, G'azadagi holatga qarang. Bir jihatlari bor, ana o'shalarda bunday qiynalgan holatlarini ommaga ko'rsatishlikda yaxshi jihatlari. Bu nima desa, masalan, yahudlarga nafrat paydo qilyapti hammaning qalbida. Bu kofirlarda ham hattoki. Ularning zolimligini ko'rsatib berilyapti. Bu jihatidan to'g'ri bu ish, ya'ni yaxshi haqiqatan ham. Lekin bir jihatlari bor. Qarasangiz, ular o'shandan maza qilyapti yahudiylar. O'lib ket, battar bo'l deyapti. Ochingdan o'l haming deyapti. Musulmonlarda ayollari, bolalari yig'laganini ko'rib xursand bo'lyapti ular. Kofirni xursand qilmaslik kerak aslida. Bu jihatdan qarasangiz, shu darajada tarqatilishlik ba'zan bilmadik, yaxshi emasmikan ham deb qolasiz. Shuning uchun aytayapmanki, bu narsada bir siyosat kerak, qanaqadir bir me'yor kerak, ya'ni. Har doim hamma narsani tarqatib ham kerak emas. Qarash kerak. Qaysi tomonga ko'proq bu foydasi bo'lyapti, qaysi tomonga zarari bo'lyapti buni. Bu bir katta siyosat. Endi nima uchun 3 ta aylanadagina yugurishga buyurdilar? Buni hozir Nabos aytadi, qolganlarga nimaga yurishga buyurman. Va 2 rukunning o'rtasida bo'lsa oddiy yurishga buyurdilar. 2 rukun degandan maqsad Hajar Asvad bilan Ruknul Yamoniy. O'sha yerda faqat oddiy yuringlar, yugurmanglar mayli deganlar. Nega? Chunki u yerda mushriklar panada bo'lgan. Mushriklar narigi tarafda bo'lgan. Bu yerda ular Ka'baning orqasiga o'tganda mushriklar ularni ko'rmagan. Shuning uchun mushrik ko'rgani yo'q-ku, yugurishga hojati yo'q deganlar-da, o'zing chashlatib yugur yotma. Narigi mushriklar ko'rib turgan joyda yugursang ham bo'ldi deganlar. Endi bir narsaga e'tibor bering. Bu yerda hozir sahobalar ibodat qilyapti. Umra qilishyapti. Ibodatda aslida xo'ja ko'rsinga qilish nima? Riyo. To'g'rimi? Kimdir ko'rib turgani uchun o'zingiz boshqacha tutib ibodat qilishingiz aslida u riyo. Lekin hozir o'shanga buyurilyapti, qarang. Mushriklar ko'rib turgan joyda yugur. Ka'ba narigi tomoniga o'tganingdan keyin mushriklar ko'rgani yo'q, u yerda yugurmay qo'yaver. Axir bu haligi nimaga tushib qolmaydimi munofiqlar sifatiga? Munofiqlar sifatida Alloh aytgan-ku, namozga tursalar dangasalidan turadilar, o'lgandan qolgandek. Odamlarga riyo qiladilar degan. Ya'ni birov qarab turganini ko'rsa g'ayratda yurib turib oladi. Birov qarab turmagan bo'lsa, o'lamsaga o'xshab turgisi kelmaydi, uxlayveradi, o'likdek yotadi. Hech kim yo'q bo'lsa, ya'ni. Bu hozir o'shanga o'xshab qolmayaptimi demoqchiman. Bu kofirlar qarab turganini inobatga olingani uchun o'sha riyoga kirmaydi. Chunki bu yerda o'sha jihod siyosati bor. Islom kuchini ko'rsatish, islomni zaif ko'rsatmaslik degan narsa bor. Mana kibriyodan Alloh yomon ko'rgani bor, yaxshi ko'rgani bor deganlar. Alloh yaxshi ko'rgan kibriyo, kibr ya'ni dushmanga yo'liqqanda inson kibr qilishligi, safni o'rtasiga chiqib olib o'zini ko'rsatib pahlavonlik qilishligi dushmanga yo'liqqanda, ya'ni bu joiz kibr bu. Murida mana shunga o'xshaydi. Bu riyo ko'rinishdan riyo, lekin dushmanga ko'rsatish odam o'zini. Ana shuning uchun bu riyo emas bu. Hozir odamlar aksini qiladi-da. Pahlavonligini, kuchini musulmonga ko'rsatadi, dag'dag'asini musulmonga ko'rsatadi-da. Ana o'tirganlar bir chaqirsin, muschadek oldida yelkasidan qisib o'tiradi. Hatto mana o'zidan mafiya yasab olgan saroy mullalar ham mana shunaqa. Internetga chiqib, muzikani qo'yib, har bir ko'rinishiga o'zlarini bir katta dunyoni boshqarayotgan mafiyalardek ko'rsatdi musulmonlarga. Qarasang, akaxonlarning oldiga borganda muschadek yelkasini qisib o'tiradi oldida uni. Musulmonlar aksi bo'ladi. Ashidda alal kuffar ruhama'u baynahum. Kofirga u ana shuni o'zini ko'rsatadi, shiddatli bo'lib. O'rtada esa o'zaro bir-biriga kamtar, rahmli bo'ladi. Waqfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin degan Alloh. O'zingga ergashgan mu'minlarga qanotingni pastlat, oldida g'uddayma ularni.
Muhimi bu din siyosati bu. Ana shuning uchun riyo qaytarilgan, riyoga kirmayapti bu. Mana askariy paradlarda qarang. Har qanday davlat o'zining askarlarini ko'rsatganda askarlar hammasi g'o'ddayib yuradi. Xitoyda ko'rsatishyapti-ku, tomog'on tagiga igna tiqib qo'yar ekan. Yoqasiga. Askarlar kallasini pastlatmasligi uchun g'o'ddayib tur deydi. Shunday kallasini pastlatsin, tomog'iga igna kirib ketadi. Chunki bu dushmanga odam o'zini ana shunaqa katta ko'rsatishligi bu kerakda. Bu qarasangiz tabiatda ham bor bu. Mana hayvonlarda qarang, qushlarda bor, hatto hasharotlarda bor, kapalaklarda bor. O'zini bir himoyalanish uslublaridan biri dushmanni ko'rsa ishib ketadi, qanotlarini hurpaytirib. Yoki mana shunaqangi baliqlar bor. Sal xatar bo'lsa qo'rquv ishib ketadi. O'zini dushmanni mana shunaqa qilib qo'rqitish xususiyatini berganda Alloh. Dinda ham mana shuning uchun shu kofirning oldida odam hurpayishi, o'zini kuchli ko'rsatishligi bu kerak bu. Endi keyin mana bu siyosat foyda beribdi qarang. Mushriklar musulmonlarni yugurayotganini ko'rgandan keyin aytishgan ekanki, ha, shularmi u bezgak holdan toydagan degan odamlaring degan. Boshqa rivoyatda kelgan, kiyikdek yugurib yuribdi-ku bular deyishgan. Mana shuning uchun mana bu yerda ham aytilyapti. Ular bizdan g'ayratli-ku deyishgan mushriklar. Ko'ryapsizmi, mana shuni ko'rsatish kerak musulmon odam. Ha, o'layotgan bo'lsangiz ham shu ko'rsatmay o'layotganingizni odam sharmanda qilmang. Shu kofirni xursand qilib musulmonni izza qilmang. Yoping shu. Endi shu narsani endi mana erkaklarimizda bo'lsa bu illat. Ya'ni ayollarda ham xuddi shunaqa illat bor. Musulmonlarda erkakda ham ayolda ham. Erkagidagi bu illat aytayapman mana. Bir o'ylamsa qarasang shu musulmon odamlarga ajablanasan. Bir sog'lig'ini ham o'zi bir qadriga yetmaydi. Yoki bir jasadini ham bir himoya qilmaydi, jasadini bir rivojlantirmaydi. Ya'ni qoviy musulmon masalan zaif musulmondan yaxshi deyilgan-ku. Qarasangiz yotgan telefon o'ynab va kofirlarga qarasangiz ham o'sha kofirlar ham hattoki men bugun Telegramni ixtirochisi aytayapti-ku, men telefon ishlatmayman deyapti. Ko'ryapsizmi ya'ni? O'zi shu Telegramni ixtiro qilgan, lekin men telefon ishlatmayman deyapti. Biznikilarga qarasangiz 24 soat yotadi, telefon ko'radi. Bir foydali ish qilmaydi-da, na oxiratiga, na dunyosiga yoki masalan na bir badaniga. Odam dangasa bo'lib ketadi, kasal bo'lib ketadi bir badan bilan chiniqib turmasa. Badanga bir ishlov berib turmasa. Boshqa narsalarga ta'sir qiladi, miya ishlashiga ta'sir qiladi. Odamning bir psixologiyasiga ta'sir qiladi, qon yurishmagandan keyin asabiy, injiq yoki bir to'shagiga, er-xotin masalalariga ta'sir qiladi. Shuning uchun odam bir g'ayrat qilish kerak-da. Xususan men o'tiroq odamlar, men tolib bilimlar, o'tirib kitob o'qiydigan odamlar. Iloji yo'q, vaqt ketsa ham qanchadir bir haftada 2 martami masalan, 3 martami vaqt ajratish kerak odam jasadini shug'ullantirishligiga. Yurish kerak, sport qilish kerak. Erkak odam shunday erkak. Bunda bir kofirlar musulmonlardan ustun bo'lishi kerak emas shu narsada ham. Garchi hozir mayli urushlar jasad kuchiga qarab qolmagan. Ya'ni bir xonada o'tirib olib mana askarlar dronlar bilan hujumlarda uyushtirib nimalar qilaveradi. Lekin baribir odam o'zi uchun. Endi xuddi shu narsa ayollarda ham deyapman. Kofirlarda o'sha ayollarga, o'shalarga qarasang, ya'ni qarasang deganda qarang demayapmiz tabiiyki, lekin ma'rufda bu ulardan, ya'ni. O'shalar qarasangiz, shular ham sog'lig'iga e'tibor qiladi, jasadiga e'tibor qiladi, har narsani yeb semirmaydi. Bu faqat chiroyli ko'rinish uchun emas, odam o'zi uchun ham kerak, u sog'lig'i uchun ham. Bizda esa endi aksari, hammasi demaymiz albatta. Ayollarda bu narsalarga e'tibor yo'q. Tabiiy bunga erkaklarda ham rol bor, ayollarga ya'ni o'sha narsalarga imkoniyat bermaydi. Shuning uchun qarasang ayollar ham o'ziga qaramaydi. Yoki bundan boshqa masalalarda, masalan, bir rashkda. Ba'zan ko'rasan kofirlarda ayollari nima qilibdi deydi, eri ba'zan kelib bo'lsa buzuqqa borib kelsa deydi. Aylanib shamollab keladi deydi. Bitta men bilan yashab yuraverib, zerikib kelib ko'ziga balodek ko'ringandan ko'ra borsin, bilgan qilib kelsin deydi. Endi o'sha kofira shunaqangi paytda mana biladiki, shu bitta ayolga erkak shu bog'lanib qolishi erkakka yoqmaydi. Shuning uchun borsin bir o'tlab kelsin, shamollab kelsin deydi. Shuni shariatda bir halol qilib bergan, 2 ta xotin, 3 ta xotin deb. O'sha kofirlarning tushunchasi nimaga bir musulmon ayollarda yo'q bugun ajablanasiz. Bizni oqib kelsin demayapmiz biz. Lekin o'sha ham mana chidayapti-ku, shu rashkini chetga qo'yib. O'sha kofira ham ya'ni. Lekin endi bir musulmonman degan ayol Alloh oyatda aytgandek tarjuna minallohi ma la yarjun. Sizlar musulmonlar kofirlar umid qilmaydigan narsalarni Allohdan umid qilasizlar-ku degan. Ya'ni ular ajr savob degan narsani bilmaydi. Shunday qilsam, sabr qilsam ajr bo'ladi, savob bo'ladi degan narsani bilmaydi ular. Uchun qilmaydi.
Endi biz bilamiz-ku shu narsalarni qilsak ajr bor, savob bor. Bu bitta dunyomiz uchun emas, oxiratimiz uchun ham foyda bo'ladi. Yo'q, qarasang bunda ham o'sha kofirlar musulmonlardan ustun bo'ladi ba'zan. Muhimi mana bu gaplarni hammasini qayerdan olyapmiz hozir? Kofirlar musulmonlarga qarayapti-ki, ha ulay ajladu minna deyapti, qarang. Bular bizdan g'ayratlik-ku deyapti. Ana shunaqa bo'ladi asli musulmon. Hamma sohada kofirdan g'ayratli bo'ladi. Hozir esa ko'p sohada aksi. Ular bizdan g'ayratlik, kofirlar ya'ni. Va'daga vafo qilishdi ham shunaqa qarasangiz. Ko'plari ya'ni musulmonlar va'daga vafo qilmaydi. Ahdlarga rioya qilish yoki mana shunaqa ishlarni qunt bilan qilish. Kofirlarda Xitoyda bo'lsa ham qarang yoki maktablarda hattoki telefonga ruxsat bermaydi. Kofirlar Xitoylar maktabida telefonga ruxsati yo'q. O'qishini qarang, yaponlarda, koreyslarda o'qishini 10 soatlab o'qiydi, to'xtamaydi. Bolalarga tarbiyasini qarang, ularda masalan. Bolasi bir narsani sindirib qo'ysa, shu bilan endi kelib kaltaklab do'pposlab ketmaydi. Ha, sinibdi-da, borib qo'yaveradimi? Yoki birini ko'rsatishyapti, bir kofir kichkina bolasini chaqaloqda kattaroq 5-6 yoshlik bolasiga berib qo'ygan ekan, tashavordi haligi, kalasi bilan tushdi chaqaloq. Bizda shunaqa bo'lsa nima qilinadi odat? Kelib tepib ketadi ana katta bolani. Bitta bolani eplolmaysan deb urib tepib ketadi kelib. Haligi bola ham qo'rqib shu dadasining oldiga borsa, dadasi hech narsa emas deb bunday boshidan silab, u katta bolani qo'rqma deb yupatib qo'yapti, qarang. Endi to'g'ri, hammasi ham shunaqa emas. Ularda ham baribir zolim, aslida kofir, ya'ni. Lekin nima bo'lganda ham ba'zan ko'rasiz, to'g'ri fikr shu kofirlarda bo'ladi ba'zan. E'tiqodiy jihatdan demayapman, bunday to'g'ri tarbiya, to'g'ri bir tushuncha, o'sha dunyosi uchun o'zini. Endi tushungan odam tushunadi bu gaplarni. Tirnoq orasidan kirizlaydigan odamlar nima endi bu gaping bilan kofirni musulmondan afzal demoqchimisan deb o'ylashi mumkin. Yo'q, tabiiy. Unaqa demayapmiz. Yoki mana masalan bittasi boshlaydi, o'zining qo'shnisini misol qilib, siz qo'shningizni aytmayapmiz. Umuman olganda insof qilsangiz ko'rasiz, haqiqatan ko'p narsalarda musulmonlar beparvo. Keyin Ibn Abbos aytdilarki, "Va lam ya'muruhum an yarmulul ashwata kullaha illa ibqan alayhim." Hamma aylanalarda yugurishga buyurmaganlari ularda kuchini qoldirish uchun. Ularga rahim kelganlardan. Yani faqat 3 ta aylanada yuguringlar dedilar-ku, hammasida emas. Hammasida yugurib charchatib qo'yishni istamadilar-da, ya'ni. Mana shunda ulamolar aytgan hadisda demak dalil borki, qurol aslaha bilan, kuch bilan kofirlarda oldida inson o'zini quvvatli ko'rsatishi, ularni qo'rqitishi joiz. Bu yomonlangan riyoga kirmaydi deyishgan. Mana shu hadisning sharhida. 1884-hadis. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar: "Fima ar-ramalanu al-yawm wal-kashfu 'anil manakibi wa qad ata Allahu al-islama wa nafa al-kufra wa ahlihi. Ma'a zalika la nad'u shay'an kunna naf'aluhu 'ala ahdi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam." Bugun yugurish, yelkalarni ochish nimaga? Vaholanki Alloh islomni o'rnashtirdi, kufr va uning ahlini surgun qildi. Shu bilan birga, shunga qaramay biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida qilgan narsani tark qilmaymiz dedilar. Rasululloh zamonida qilganimizdek qilaveramiz, shu narsani tark qilmaymiz dedilar. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, bugun kofir qarab turgan joyi yo'q. Musulmonlar charchagan, tomosha qilib turgan joyi yo'q, Ka'ba tavof qilish paytida, to'g'rimi? Ana shuning uchun Umar aytayaptilarki, nima kerak bugun yugurish, ilkalarni ochib olish? Alloh islomni o'rnashtirdi-ku. Kufr va uni ahlini surgun qildi. Makka da yo'q kofir. Ana Ibn Abbos aytgandek gapda bu ham mana bugun yo'q-ku u narsa. Hikmati uni bugun sababi yo'q, ya'ni. Lekin baribir shu savolni berib Umar roziyallohu anhu o'zlari javobini ham aytayaptilarki, baribir biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida qiladigan narsamizni tark qilmaymiz deyaptilar. Bu chunki eslatma. Mana qarang qancha foydalar chiqyapti hozir shu narsadan. Ha endi hozir yo'q-ku deb tark qilinsa, o'sha gaplar yo'qolib ketadi-da, hikmatlar. Keyin odamlar buni mana hikmatlarni tushunmaydi. Xattobiy rahimahulloh shuncha aytganlar. Mana shu hadisda dalil borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zan bir ishlarni qiladilar. Bir muayyan sabab uchun qiladilar. Keyin o'sha ma'no ketadi. Lekin baribir o'sha ish sunnatligicha qolaveradi. Jumladan mana shu yugurish masalasi ham. Uni bir sabab uchun qilganlar, u sabab hozir yo'q, lekin baribir qolaveradi o'sha. Shuning uchun hatto mana ba'zi ulamolar, jumladan Sufyon Savriy, kim yugurmasa qurbonlik qilib berish kerak bo'ladi kafforatiga degan. Bu sunnatni tark qilganligiga. Lekin aksar ahlilar aytadiki, yo'q, qurbonlik lozim emas. Bunga hech narsa lozim emas. Xususan aytdik, bugungi kunda yugurishning imkoni yo'q, izdihom. Yurishning imkoni yo'q balki, oddiy bir yurishni.
Emaklagandek yurasiz ya'ni. Mayda-mayda qadam tashab. Shuning uchun unga qurbonlik lozim deb bo'lmaydi. 1885-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innama ju'ila at-tawafu bil bayti va bayna safa wal marwa va ramyul jimar li iqamati zikrillah." Baytni tavof qilish, safa marva o'rtasida tavof qilish, shaytonga tosh otish Allohning zikrini qoyim qilish uchun qilingan. Ya'ni eslatma degan mana shu Allohning zikrini qoyim qilish degandan maqsad birinchi ma'nosi eslatma bu. Asli baytni tavof qilish o'sha Ibrohim alayhisolamning atrofini aylanib qurar ekanlar, o'shandan eslatma. Safa marvoni o'rtasini tavof qilish, hojat qilgan ishidan eslatma. Shaytonga tosh otish aytdik, Ibrohim alayhisolamning ishidan eslatma. Buni nima uchun qilganlar? Hammasini Ibrohim alayhisolam Alloh uchun qilganlar. Hojar ham Alloh uchun qilgan. Hammasidan shu Alloh uchun ish qilishlikni eslatadi bu ishlar bizga. Ikkinchi ma'nosi Allohning zikrini qoyim qilish uchun qilingan deganda, tilda Allohning zikr qilib, mana shu ishlarni qilish uchun qilingan bu ishlar. Shuning uchun tavofda, Safa Marva o'rtasida yugurishda, shaytonga tosh otishda tinimsiz zikr qilish kerak. Hangoma qilib yoki mana bugun odamlarga o'xshab live qilib, selfie qilib, bunaqa qilib tavof qilinmaydi. Shu narsani o'zi man qilish kerak-da. Bu eshitdim men bir qayerdadir. Shu narsani man qilibdi, Ka'bani oldida rasmga tushishdi degan narsani. Agar shunday qilishgan bo'lsa, to'g'ri ish. Mutlaqo man qilish kerak. Umuman bir ibodatni odamlarda qadr qolmayapti. Ibodatni bir haybati qolmayapti ana shu telefon balosidan. Va uning ustiga u yerda ayollar bor. Ihromda yuzini ochib yuradi ayollar. Allohdan qo'rqmaydimi o'sha yerdagi odamlar? Bunda yuzi tushib qolsa o'sha yerda ihrom uchun yuzini ochgan ayollar, o'zi butun doim umri mobaynida niqobda yuradi ayol. O'sha yerda rasmga olib, uni butun internetga tarqatgan, hammaga ko'ringan, tanish bilishlarga ham ko'rinib qolgan yuzi ayol kishini. Nima degan gap bu? Oysha onamiz aytadilar-ku, begona erkaklar kelsa yuzimizni to'sardik dedilar. Qaysi biridan yuzi to'sib bo'ladi endi hozir buni? G'ij-g'ij odam bo'lsa, hammasi videoga olib, uni tarqatib, hamma yoqda tarqab yurib, Allohdan qo'rqmaydimi bir ayolni satirib qo'ymay bo'layotganda o'sha odamlar? O'shanga sababchi bo'lyapti shu videoga olib. Nimani isbotlamoqchi bo'ladi? Videoga olib yana ajablanasan. Mushriklar qarab o'tirganda desangiz ham, mana sahobalardagidek, ha mayli deysiz-da, mushriklarga ko'rsatyapti. Kimga ko'rsatyapti? O'zining musulmonlarga riyo qilyapti. Yani shuning uchun mutlaqo man qilish kerak o'sha yerda rasm olishni. Har bir narsa bir narsa. Bittasi xat ko'tarib oladi palonchaga deb. Makkaning oldidan maktub deydi, salom deydi. Ustiga qarasang, telefonning ichiga telefon qo'yib, rasmga olib, buni profilidan, o'zining profilidan biror profilni rasmga olib, o'shani ham bir riyokorlik qiladi. Yani ikkitasiga qarasang, romantika qilib yotgan bo'ladi quchoqlashib. Bu narsani qarang xatarini-da. Bu tavof, Safa Marva, tosh otish va hokazo kimni zikri uchun ekan? Allohning zikrini qoyim qilish uchun ekan. Hop, bunday qilayotgan odamlarchi hozir o'zini zikrini qoyim qilib keladi o'sha yerda borib. Bu bir maxfiy shirklardan. Alloh u yerda meni eslaysan, eslatasan degan, u kishi borib o'ziga maqtanib va boshqalarga o'zini reklama qilib keladi. Mana Mulla Ali Qori Hanafiy olim shu kishi aytganlar qarang. Bunaqangi muborak o'rinlar Allohni zikr qilish uchun qilingan. Fal hazar min al-ghafla. Shuning uchun bunaqangi o'rinlarda g'aflatda bo'lishdan ogoh bo'lish kerak, ogoh bo'lish kerak. Baytning atrofida tavof qilish, bu duo qilinadigan o'rin bu. Va Arafada turish, duo qilinish o'rinlari. Bu ikki o'rinda duo asari ko'rinishi kerak odamda. Safa Marva o'rtasida yugurish, shaytonga tosh otish, bular ham Allohning zikrini qoyim qilish uchun qilingan. Takbir, har tosh otganda mana, har sa'ida duolar qilish, mana shu sunnat deganlar. Bular kimniga o'zini bir isbotlamoqchi bo'ladi, ajablanasiz. Odam men doim aytaman, u haq bilan qadrlanmasa, cho'kka yotgan odam cho'pga osiladi degandek, ilingan narsa bilan o'zini qadrli qilib ko'rsatishga harakat qilaverar ekan. Diqqat qiling bu yerga. Haq bilan qadrlanmagan odam nima degani bu? Ya'ni haqqa ergashib, haqni lozim tutsa, inson o'zi biladi, o'zi haq unga qadr beradi. Dinga amal qil haqqa. O'sha haq senga qadr qiymat beradi. Dunyoda ham, Allohning huzurida ham. Lekin odam o'shandan mahrum bo'lsa, haq bilan yuksalishdan, keyin ilingan narsadan o'ziga qadr istaydi. Ana shu cho'kayotgan odam cho'pga osilganiga o'xshab. O'sha istalinayotgan qadriyatlardan biri keyin borib, mana men shunday bir qadrli odammanki, Ka'baga yetdim men. Kimdir borib Ka'bani ushladim deydi, yoki kimdir hozir chiqyapman. Ka'bani ushlab Ka'badan bitta ip sug'urib oldim deb live qilyapti, video qilyapti. Nima bo'pti endi Ka'badan bitta ip sug'urib olgan bo'lsang?
Xitoyliklar to'qiyotdi o'pdi. Bugun Ka'badagi hamma narsaga qarasang Xitoydan kelyapti. U nima u? Latta u. Umar roziyallohu anhu lattani qo'y, Ka'bani Hajar al-Aswad eng markaziy tosh bilan shu haqida ham aytgan. Bitta toshsan sen foydan bermaysan, zarar bermaysan. Rasululloh o'payotganini ko'rmagan, o'pmasdim senga. Bittaning boshqa foydang yo'q ya'ni. Endi bu bitta epti, u ham Xitoydan chiqqan ipni qayerdan bilmaysiz, Alloh biladi. Nima bo'lganda hech qanaqa bir qadriyatli narsa emas. Shuni ipni so'rib olib odam o'zini qadrli bo'lib o'ylaydimi endi, katta ish qildim deb o'ylaydimi? Birinchidan bir foydali narsa emas bu. Ikkinchidan u hamma senga o'xshab borib Ka'bani bitta ipini sotib ketaversa, bu Ka'ba push qoladimi keyin bu? Bu o'g'irlik bu, zulm bu. Ana shu nimadan deyapman men qarang. Har narsani bir narsa deb o'ylayverish odam. Haq bilan qadrlanmagandan keyin shu elingan narsadan o'ziga qadr kuta boshlaydi odam mana shunaqa. Bizga nasib qildi, o'sha uncha odamga nasib qilmas ekan deydi qarasang keyin. Shunday boruvdim deydi, bu joyga bor ekan, menga nasib qildi deb o'tirib oldim deydi masalan. Ana shular hammasi o'sha haqni qadrini bilmagan odamlardan chiqadi. 1886-hadis. Ibn Abbos aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam istibo qildilar. Ya'ni yuqorida aytdik, shu yelkalarini ochib yugurdilar. Fastalama va kabbara. Hajar al-Aswadni istilom qildilar, ya'ni ushladilar va takbir aytdilar. Summa ramala salasata tawaf, 3 ta aylanada yugurdilar. Va kanu idza balagha rukn al-yamaniyya wa taghayyabu min Quraysh mashaw. Agar rukn Yamaniyga yetsalar, Qurayshdan g'oyib bo'lsalar, yurardilar. Sumayatlauna alayhim va yarmurun. So'ngra mushriklar doliga chiqqandan yugurardilar. Taqul Quraysh kannahumul g'azlan. Qurayshliklar esa bular kiyikdek-ku deyishardi. Yuqoridek mana. O'sha rukn Yamaniyga yetganlarida Qurayshdan nar bo'ldilar, g'oyib bo'ldilar. Shuning uchun yurardilar endi. Qaragan yo'qda. Va keyin nariga yoqqa chiqqandan keyin mushriklar oldiga yugurardilar yana. Quraysh nima derdi? Bular kiyiklardek-ku derdi. Yuqorida aytganimiz keldi mana shu. Kiyiklardek-ku degani ya'ni shu kiyik qanaqa yuguradi? Ana shunaqa oxuda yugurib-ku bular deb tan berishganda ya'ni. Qol Ibn Abbos aytadilar, kanat sunnatan. Mana shundan uchun sunnat bo'ldi bu deydi. Mana yuqorida aytganimiz keldi. Mavzuni avvalda o'qidik hadisda Ibn Abbos aytdilar-ku, bu ish sunnat emas deb. Endi aytayapti, qarang sunnat deyapti. Ibn Abbosga ham aytasizmi bugun mana shu gapingizni? Bugun ba'zi odamlar bor-ku, ilmni iyisini tushunmaydigan odamlar. O'zi umuman bir kitob o'qib ko'rmaganda, ilm o'qib ko'rmagan. Shuning uchun o'ylaydiki, ilm nima? Bo'ldi, bitta gapni bugun gapirdingmi, o'liguningcha shuni turib berishing deb o'ylaydi. Agar kim shunaqa desa, bu odam johil. Ilm kecha aytgan gapingdan bugun qaytishing. Agar haqligini bilsang. Mana shuning uchun Ibn Abbos aytayaptilar, mana qo'ying sunnat deyapti. Yuqorida aytdi sunnat emas dedi. Odamlar aytadiga, payshanba kungi gaping dushanba kunga teskari kelib yotibdi-ku deydi-da. Sen johil bo'lsang, birinchidan o'sha miyang teskari bir-biriga, ikkinchidan, xo'p, avval bilmagan bo'lsa, bugun bilgan bo'lsa odam, bugun bilganini gapiradi-da. Ana shuning uchun Ibn Abbos yuqorida sunnat emas degan narsasini o'zi endi mana sunnat deyapti. Mana shuning uchun mana hadis sharhida ulamolar aytishganki, bu demak, o'tgan gapidan qaytish Ibn Abbos. Qaytdi o'sha gapidan, sunnat emas degan gapidan. Fathul Vazir kitobida ana shunaqa deb aytishgan. 1887-hadis Ibn Abbos aytadilar yana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablari Jeyron degan joydan umra qildilar. Baytda 3 ta aylanada yugurdilar va 4 tasida yurdilar. Buni tushuntirdik. Endi mana bu yerga e'tibor bering. Baytda 3 ta aylanada yugurdilar, 4 tasida yurdilar deb kelyapti. Keyingi rivoyatda ham o'qiylik, 1888-hadis. Ibn Umar aytadilar. U kishi Nofi aytadi. Ibn Umar ramala minal hajari ilal hajari. Hajar al-Aswaddan boshlab Hajar al-Aswadgacha yugurdilarda va zakara anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fa'ala zalik. Rasululloh shunday qilganliklarini zikr qildilar. Endi men bu yerga e'tibor bering demoqchiman. Hajar al-Aswaddan Hajar al-Aswadgacha yugurdilar. O'tgan rivoyatlarda keldi. Ka'bani haligi mushriklar qaramaydigan tarafiga o'tganda yugurmadilar degandi. To'g'rimi? Bu yerda hozir yugurdi deyapti. Qanday jamlaymiz buni? Navoiy rahimahulloh aytganlar, asli yugurish tavofning hammasida mashru', ya'ni sunnat. Hajar al-Aswaddan Hajar al-Aswadgacha yuguriladi. Ammo yuqorida Ibn Abbosning hadislaridan maqsad 3 ta aylanada yugurdilar, ya'ni qolganida yurdilar degani va 2 ta rukunning o'rtasida yurdilar degani u avvalida edi, ana umra sulh umrasida. Unda mushriklar qarab turgan uchun shunaqa qilindi. 3 tagina aylanada yugurildi va yana o'sha mushriklar qarab turgan joyida yugurildi. 2 ta rukunning o'rtasida yurildi. Endi keyin esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklar qaramasa ham yugurganlar, hamma aylanada yugurganlar va hamma
Ka'baning burchagida yurganlar. Demak, Ibn Umarning hadisi bilan uki mana shu hozir o'qiganimiz 1888-hadis. Yuqoridagi Ibn Abbosning hadislari mansux bo'ladi deganlar. Bekor bo'ladi. Ya'ni xulosa qaysini olamiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi qilgan ishlarini olamiz. Mana Makka fathida keyin Rasululloh yugurganlar, ya'ni o'sha Hajjatul Vadoda yugurganlar, ammo u yurish bo'lsa 4 ta aylanadi, 3tasida yugurib. Avvalgi umrada bo'lgan u, Umratul Qazoda Rasulullohning ishlarini biz oxirgisini olamiz. Hajjatul Vadoda Umratul Qazo 7-yilda bo'lgan. O'shanda haligi voqea bo'ldi. 3 ta aylanasida yugurib, qolgan 4 tasida yurish va 3 ta aylanani ham yugurganda mushuklar qarab turgan joyidagina yugurish. Bu 7-yilda bo'lgan voqea. Umratul Qazo deyiladi o'shanda umrada. Lekin Hajjatul Vadoda 10-yilda Hajarul Aswaddan boshlab Hajarul Aswadgacha yugurganlar. To'liq ya'ni. Mana shu oxirgisini olamiz. Shu yerda to'xtaymiz. Keyingi bob 52-bob tavofda duo qilish haqida ekan. 1889-hadisda inshaalloh davom ettiramiz. Vallohu a'lam.